Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, obunachilar. Hop, sizlarga ortopediskiy matrasimizni Plus Comfort degan haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Hop, kimga qiziq bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar, like'lar bosib. Hop, keling endi yaqinroq ko'rsating-da. U ortopediskiy matras bo'ladi. Balandligi 26-27 sm bo'ladi. Plus bunda topper degan nimamiz mavjud mana. Olinadi, mana. Yana qo'yiladi. Topper deyiladi bu. Buni ham ikkala tomonini ishlatsa bo'laveradi. Hop, yumshoqligi yumshoq bo'ladi mana. Agar yo'q, men qattiqda yotaman degan odamlarga matrasimizning ikkinchi tomoni ham ortoped bo'ladi, qattiq bo'ladi. Faqat buni bir tomoniga biz zakazga tayyorlaganmiz. Mana bir tomoni mehki, mana yumshoq bo'ladi. Plus topperi ham mavjud. Bu olinadi, yana qo'yiladi. Keyin yana bitta varianti, mabodo plastina polyamidni mana orasiga qilib turib, kirgizib qo'ysa ham bo'ladigan varianti ham bor. Bu zakazga qarab qilinadi. Uni topperi olinmaydi. Buni topperini xohlang oling, yana boshqa joyga qo'yib foydalansangiz bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, har xil razmerlarda bo'ladi. Aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib yasab tayyorlab beramiz. Pastda telefon raqamimiz bor, aloqaga chiqaverasizlar.